Guliston shahridagi oshxonalarning birida portlash ro'y berdi. Jabrlanganlar bor. Tolibon Tojikiston bilan chegarada xavfsizlikni kuchaytiradi. O'zbekiston $500 million qarz olmoqda. Qozog'iston Ukrainaga norozilik bildirdi. Erdo'g'an Qora dengizda Ukraina qilgan hujumni qoraladi. Rim papasi Falastin davlatini tan olishga chaqirdi. O'zbekiston 2021-yildan beri ilk bor Afg'oniston bilan chegarani ochdi. Endi esa batafsil. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Siz Rossiyada ishlayapsizmi va hujjatlar bilan qiynalmoqdamisiz? Biz sizga barcha rasmiy, tezkor va ishonchli xizmatlarni taqdim etamiz. Registratsiya, Trudavoy dogovor, Udemleniya va Turkmaniston fuqarolari uchun 1 yillik ishchi viza. Hammasi qonuniy, ishonchli va eng muhimi tezkor. Batafsil ma'lumot uchun ekraningizdagi raqamlar orqali bog'laning. Guliston shahridagi oshxonalarning birida portlash ro'y berdi. Jabrlanganlar bor. Sirdaryo viloyatining Guliston shahridagi choyxonada yong'in chiqdi. Bu haqda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabar qilgan. Qayd etilishicha, holat 2-dekabr kuni Taraqqiyot mahalla fuqarolar yig'inida sodir bo'lgan. Soat 10:49 da ovqatlanish shoxobchasining oshxonasida yong'in sodir bo'lganligi to'g'risida favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Ko'rilgan tezkor choralar natijasida yong'in to'liq bartaraf etilgan. Sirdaryo viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasining ma'lum qilishicha, hodisa oqibatida tan jarohati olgan fuqarolarga zarur tibbiy yordam ko'rsatish maqsadida ular Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Sirdaryo viloyat filialiga yetkazilgan. Vafot etganlar yo'q. Sog'liqni saqlash boshqarmasi ushbu bemorlar holatini o'z nazoratiga olgan. Mazkur holat yuzasidan qo'shimcha ma'lumot berib boriladi. Rim papasi Falastin davlatini tan olishga chaqirdi. Rim papasi Lev 14 uzoq yillik Falastin-Isroil mojarosining yagona yechimi Falastin davlatini tuzish va tan olish ekanini aytdi. Bu haqda u Turkiyadan Livanga parvoz chog'ida ma'lum qilgan. Hammamiz bilamizki, hozirda Isroil bu qarorni qabul qilmayapti. Ammo biz bu yagona to'g'ri yo'l deb hisoblaymiz. Biz Isroil bilan ham do'stmiz va ikkala tomon uchun ham adolatli bo'lgan yechimga yaqinlashishga yordam bera oladigan vositachi bo'lishga intilamiz, dedi Lev 27 noyabrda boshlangan Turkiyaga tashrif va 2-dekabrgacha Livanga bo'ladigan safar Rim papasi saylanganidan beri amalga oshirilayotgan ilk xorijiy tashrifi hisoblanadi. Tolibon Tojikiston bilan chegarada xavfsizlikni kuchaytiradi. Afg'onistondan Tojikistonga 26 noyabr kuni qurolli hujum uyushtirilishi oqibatida Xitoyning 5 nafar fuqarosi halok bo'lganda, Tolibon mazkur holat yuzasidan Tojikiston bilan chegarasida xavfsizlikni kuchaytirishga va'da berdi. Bu haqda Reuters xabar qilgan. Afg'oniston tashqi ishlar vaziri Amirxon Muttaqiy tojikistonlik hamkasbi bilan suhbatda holatdan afsusda ekanini bildirdi. U Kobul chegara kuchlari bilan hamkorlikda ishlashga tayyorligini aytib, g'arazli unsurlarga qarshi qo'shma choralar ko'rish dolzarb zarurat ekanini ta'kidladi. Islom Amirligi chegara xavfsizligini kuchaytirish, qo'shma tekshiruvlar o'tkazish va muvofiqlashtirishning har qanday shakli bilan shug'ullanishga to'liq tayyor, deyiladi Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Erdo'g'an Qora dengizda Ukraina qilgan hujumni qoraladi. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'an mamlakat shimoliy qirg'oqlari yaqinida Rossiyaning Soya flotiga mansub tankerlar nishonga olinganidan so'ng Qora dengizdagi tijorat kemalariga uyushtirilgan hujumlarni qabul qilib bo'lmas deb atadi. Prezidentning aytishicha, bu voqealar mintaqadagi yuk tashish xavfsizligiga bo'lgan tahdidning kuchayib borayotganini ko'rsatmoqda. Ma'lum qilinishicha, 1-dekabr kuni Erdo'g'an jurnalistlarga ushbu hujumlarni hech qanday sharoitda oqlab bo'lmasligini aytib, barcha tegishli tomonlarga zarur ogohlantirishlar berilishini ta'kidladi. Prezidentning so'zlariga ko'ra, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urush Qora dengizdagi kemalar xavfsizligiga bevosita tahdid sola boshlagan. Juma kuni bizning eksklyuziv iqtisodiy zonamizga yaqin kemalarning nishonga olinishi vaziyatning xavotirli darajada kuchayganini ko'rsatmoqda, dedi Erdo'g'an. O'zbekiston $500 million qarz olmoqda. Osiyo infratuzilma investitsiyalari banki va O'zbekiston hukumatı yashil va barqaror bozor iqtisodiyotiga o'tish dasturini amalga oshirish uchun $500 million ajratish bo'yicha kelishuv imzoladi. Bu haqda O'zbekiston axboroti xabar bermoqda. Qayd etilishicha, mazkur islohotlar paketi mamlakatning yanada ekologik, barqaror va bozorga yo'naltirilgan rivojlanish modeliga o'tish jarayonini jadallashtirishga qaratilgan. Tashabbus past uglerodli o'sishni ta'minlash, davlat sektori samaradorligini oshirish va iqlim o'zgarishiga nisbatan barqarorlikni kuchaytirish uchun davlat boshqaruv mexanizmlarini mustahkamlashni ko'zda tutadi. Butun iqtisodiyot bo'ylab tizimli iqlim choralarini yaratishga qaratilgan islohotlarni qo'llab-quvvatlash bankning iqlimga yo'naltirilgan moliyalashtirish siyosati doirasida amalga oshiriladi.
beriladi. Asosiy choralar qatoriga energetika sohasi va davlat korxonalarida boshqaruv samaradorligi va shaffofligini oshirish, davlat xaridlarida iqlimga yo'naltirilgan standartlarni joriy etish, shuningdek ishonchli monitoring, hisobot va verifikatsiya tizimidan foydalangan holda uglerod kreditlari aylanishi uchun aniq va shaffof qoidalarni shakllantirish kiradi. Bu esa xususiy kapitalni jalb qilishga xizmat qiladi. Dastur Jahon banki bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Dastur doirasida qo'llab-quvvatlanayotgan islohotlar uzoq muddatli ekologik va ijtimoiy samarani ta'minlashi kutilmoqda. Resurslardan oqilona foydalanish, ekologik toza energetik yechimlarni joriy etish va iqlimga yo'naltirilgan tartibga solishni takomillashtirish issiqxona gazlari chiqindilarining kamayishiga, havo sifatining yaxshilanishiga va iqlim xatarlariga bardoshlilikning ortishiga olib kelishi kerak. Ta'kidlanishicha, energiya tejamkor texnologiyalarga kengroq kirish energiya xarajatlarini kamaytirish, ayniqsa ijtimoiy jihatdan himoyaga muhtoj guruhlar uchun yashash sharoitlarini yaxshilashga yordam beradi. Qozog'iston Ukrainaga norozilik bildirdi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi Kaspiy quvurlari Kansar Sumining muhim infratuzilmasiga qilingan hujum tufayli Ukrainaga norozilik bildirdi. Ushbu hodisa xalqaro huquq himoyasidagi fuqarolik obyektiga nisbatan 3-tajovuz hisoblanadi, deyiladi vazirlik saytida. Vazirlikning aniqlik kiritishicha, ular hujumni ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarga putur yetkazuvchi harakat sifatida ko'rmoqda. O'zbekiston 2021-yildan beri ilk bor Afg'oniston bilan chegarani ochdi. O'zbekiston va Afg'onistonni bog'lab turuvchi Termiz-Hayraton ko'prigi orqali fuqarolarni o'tkazish punktlari qayta ish boshladi. Bu haqda 2-dekabr kuni O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi xabar qilgan. Bildirilishicha, endi yo'lovchilar ikki davlat orasida to'g'ridan-to'g'ri va xavfsiz tarzda harakatlanishi mumkin. Shu bilan birga viza talabi o'z kuchida qoladi. Qayd etish joiz, 2021-yilda fuqarolar harakati cheklangan. Bu esa tadbirkorlarning Afg'onistonga borishini sezilarli darajada qiyinlashtirgan. Ayritondan 75 km masofada joylashgan Mozori Sharifga yetib borish uchun tadbirkorlar Tojikiston orqali bir kunlik aylanma yo'ldan foydalanishga majbur bo'lgan. Endilikda bu cheklovlar bekor qilindi va yo'l yana ochildi. Chegaradan o'tish tartibining tiklanishi eksport qiluvchi korxonalar uchun katta qulaylik yaratadi. Afg'onistonga eksport hajmi oxirgi yillarda barqaror o'smoqda va ayniqsa bu yilning ochilishi bilan 2026-yilda eksport hajmini 2,5 milliard dollarga yetkazish uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Qayd etilishicha, davlat tadbirkorlarni Afg'oniston bozoriga chiqishga quyidagi imtiyozlari bilan qo'llab-quvvatlamoqda. Hayraton yoki Mozori Sharifda ombor ochgan tadbirkorlar uchun omborni saqlash bilan bog'liq xarajatlar 100% qoplab beriladi. Mahsulotlarni Afg'onistonning 34 viloyatida reklama qilish xarajatlari to'liq kompensatsiya qilinadi.